Yalta yig'inida Stalin nimalarni talab qildi? Tarixiy faktlarga asoslanganda, Yalta yig'ini jarayonida 1945-yili 2-oyning 8-kuni Stalin bilan Amerika prezidenti Roosevelt maxsus Sovet ittifoqining Yaponiyaga qarshi urushga qatnashish shartlari haqida suhbatlashgan hamda bu 3 davlat rahbarlari 11-fevral kuni kelishim hosil qilgan. Amerika taraf Sovet ittifoqining Yaponiyaga qarshi urushga qatnashishni umid qilgan bo'lib, Stalin buning uchun tashqi Mongoliyaning mavjud holatini saqlash, Dalianni savdo porti qilib xalqaralashtirish hamda Sovet ittifoqi alohida imtiyozga ega bo'lish, Sovet ittifoqi Lushin portini harbiy baza qilib ijaraga elish, Sovet ittifoqi bilan Jungo Manjuriya temir yo'lini o'rtaq boshqarish, shuningdek Sovet ittifoqining imtiyozli huquqi va Jungoning Manjuriyadagi egilik huquqi kapolatga ega bo'lish. Oxirida Sovet ittifoqi Jungo hukumati bilan do'stlik shartnomasi tuzish qatorliq shartlarni qo'yib, oxiri Roosevelt va Cherchillning qo'shilishga erishdi. Natijada yuqoridagi mazmunlar Yalta kelishimidan o'rin oldi. Sovet ittifoqi 1941-yili Yaponiya bilan tuzgan o'zaro tajovuz qilishmaslik kelishimini bekor qilib, Germaniyani mag'lub qilgandan keyin Yaponiyaga qarshi urush ichishga ma'qul bo'ldi. Bu chaq Amerikaning Tinch okean rayonidagi Yaponiya qo'shinlariga qarshi urushlari g'albiga qarab mangib, urush liniyasi orollaridan o'tib, Yaponiya zaminiga qarab taraqqiy qilyotdi. Agarda Sovet ittifoqi Manjuriyadagi Yaponiyaning taxminan 1 million kishilik kanton armiyasiga hujum qo'zg'ab, uni mag'lub qilsa, bu butun Jungo quruqliqidagi Yaponiya qo'shinlarining mag'lubiyatini tezlatib qolmasdan, balki Yaponiyaning Tinch okeanda tamoman mag'lub bo'lib, qisqa vaqt ichida taslim bo'lishini qo'lga keltirgili hamda Amerika armiyasining chiqimlarini ozlatqili bo'ladi. Yaponiyaning taslim bo'lishini qo'lga keltirganda, butun dunyoda urush o'tlarini to'liq o'chirib, dunyo vaziyatini muqimlashtirishni qo'lga keltirgili bo'ladi. Albatta, shuni ta'kidlash mumkinki, agarda Tinch okean rayonida Amerikaning 4 yildan ortiq urush qilib, Tinch okean rayonini ozod qilishi, Sovet ittifoqining Manjuriyaga kirib, Yaponiya qo'shinlarini mag'lub qilishi bo'lmagan bo'lsa, Jungoning Yaponlar ishg'oliyatidan 1945-yili 8-oyda ozod bo'lishi aslo mumkin emas edi. Lekin Jungoning Yaponiyaga qarshi urushi yana qancha yillar davomlashishini faraz qilish tas. Yalta yig'inining eng cho'ng ahamiyatining biri shuki, Sovet ittifoqi qanchalik ahamiyatga erishsin, baribir oxirgi hisobda bu Jungoning cho'ng bir davlat bo'lib qolishi uchun foydali bo'ldi. Keyin Mao Zedong Stalinning yordamini qo'lga keltirib, o'z hokimiyatini tiklab bo'lgandan keyin baribir Sovet ittifoqining hamda ilgaridagi Chorosiyaning ozg'ini kam bir asrga yaqin vaqt tiklangan Manjuriyadagi manfaatlarini bekor qilib, bu joydan Rus ta'sirini tozlavatdi xolos. Yalta kelishimidan keyingi Sovet Jungo ko'rishi. Agarda Ilida qurilgan Cumhuriyet masalasi Yalta yig'inida maxsus turda muzokara qilinmadi deganda, buni Stalinning mazkur Cumhuriyet masalasini xalqaralashtirmay, uni faqat o'zining Yalta kelishimida qo'lga keltirgan natijalari uchun xizmat qildirishdila ishlatdi deb qarashga bo'ladi. Agarda bu masala Yalta kelishimida muzokara qilinsa, balki Sovet ittifoqining Sharqiy Turkistonda ko'zlagan maqsadi uning ittifoqdoshlarini shubhalantirishi, hatto bu masalaning xalqaro jamiyat tarafidan tonilishini keltirib chiqaradi. Chunki Sovet hukumati ili inqilobini qo'llaganligini, hatto Cumhuriyetni harbiy, siyosiy kadrlar shuningdek harbiy aslahalar bilan ta'minlaganligini azaldan maxfiy tutganligi uchun, balki bu masalani mazkur so'ringa elib chiqmay, faqat uni Jungo bilan Sovet ittifoqi orasida muzokara qilishga qoldirib, uningdan o'z oldiga foydalangan bo'lishi mumkin.
Sovet ittifoqi ayni vaqtda ilida yuz bergan inqilob va ta'sis qilingan hukumatni harbiy va siyosiy jihatdan qo'llaganligini qat'iy e'tirof qilmagan bo'lib, Gomindang hukumati g'arb diplomatlarga bu voqeani Sovet ittifoqi o'ynab chiqqan deb tashviq qilishga, hatto Sovet ittifoqining iliga askar kirgizganligini isbotlashga tirishgan hamda Jungo markaziy gazetlari bundaq uchurlarni tarqatgan. Chongqingdagi g'arb diplomatlari faqat Jungo markaziy hukumati orqaliqla ili voqeasi haqida uchurga ega bo'lgandan sirt, yana Urumchidagi Angliya va Amerika konsullarimi har xil yo'llar orqali hamda Urumchidagi Gomindang o'lkalik hukumati orqali diplomatiyalik yo'l bilan ili voqeasi haqida qisman uchurlarga erishgan. Sovet ittifoqining milliy armiyani Manas daryosi bo'yida to'xtatib qo'yib, Urumchiga kirgizmasligining sabablarining biri balki Urumchida oshu g'arb diplomatlarining borligi. Agar ili armiyasi Urumchini ishg'ol qilganda, Sovet ittifoqining berayotgan yordamlarining oshkoralanib qilishini xohlamaganligi bo'lsa kerak. Sovet ittifoqining dastlabdala keng ko'lamda inqilob qo'zg'ash planini Angliya hukmronligidagi Hindiston, shuningdek Afg'oniston bilan chegaralanadigan Uyg'ur elining janubiy rayonlarida emas, balki Tangri tog'larining shimolidagi g'arb davlatlari bilan chegarasi bo'lmagan, faqat Sovet ittifoqi ham Sovet hukmronligi ostidagi Mongoliya bilanla chegaralanadigan ili Oltay vodisida qo'zg'ishi tasodifiy emas edi. Shunga Sovet ittifoqi 3 viloyat hukumatini faqat Oltay va Tangri tog'larining orasidagi Jungariya o'ymonligi doirasida cheklab, mazkur joyga janub va shimol yoki sharqdan hech qanday g'ayri kuchlarning singib kirmasligi hamda uchur egallanmaslikdek vaziyat barpo qildi. Bu xil jug'rofiylik muhit ham Moskvaning inqilobni kengaytib o'tmay, o'z qo'lida kontrol qilishi uchun qulaylik sharoitlar bilan ta'minladi. Agarda mutlaq ko'p qism nupus Uyg'urlardan tarkib topgan, Tarim vodisi jumladan Qashqarni markaz qilib inqilob qo'zg'alsa hamda 3 viloyat hukumati G'uljini emas, balki Qashqarni markaz qilgan holda mavjud bo'lgan bo'lsa, balki Sovet ittifoqining mazkur jumhuriyatni o'z manfaatlari uchun shiltishi hamda onunga harbiy va boshqa jihatlardan yordam berib, hamma ishlarni qamal qilishini birinchidan Qashqariya bilan qo'shna Ulug' Britaniyadan va boshqa mamlakatlardan yo'shirolmaydi. Bu ish tezda butun dunyoga bilinib ketadi. Sovet ittifoqining an'anaviy qarshi bo'yicha olganda buningga inglizlar qo'l tiqishi mumkin edi. Ikkinchidan, bu Sharq Turkiston hukumatini uncha oson yo'q qila olmaydi. Shuningdek, bu hukumatni qattiq kontrollik ostiga ololmaydi. Buningdagi sabablar turlik bo'lib, birinchidan Qashqarda 1933 dan 1937 yillari Moskva keltirib chiqargan Uyg'ur qo'zg'olonlarining mag'lubiyatiga munosabatlik aslidinla Sovet ittifoqiga ishonmaslik va qarishlik iddialari mavjud. Uchinchidan, bu joydagi milliy tarkib shimoldan farqli bo'lib, Qashqariya tavasida Uyg'urlar 90% dan ortiq. Uning ustiga bu joyda ruslarning bevosita madaniyat ham siyosiy ta'sirga uchraydigan tatarlar ham rus ko'chmanlari yo'q deyarlik bo'lib, oz sondagi qirg'izlar va o'zbeklar shuningdek tungallarning inqilobga qatnashishi, ammo muhim salmoqni egallamasligi tabiiy edi. Biroq ilidagi Cumhuriyet hukumatida Uyg'urlardan boshqa millatlar bu hukumatning ma'muriy va harbiy rahbariy xizmatlarida muhim salmoqni egallagan bo'lib, bular orasida Sovet ta'siri nihoyatda kuchli edi. Shunga Sovetlar ittifoqi inqilobni kontrol qilishda boshqa milliy tarkiblardanmi unumli foydalangan edi. 4-dan Qashqariyadagi aholilarning hammasi degudek islom diniga e'tiqod qilgan bo'lg'achqa, bu joy azaldan islom dunyosi bilan ma'naviy bog'lanishlikqa ega bo'lib kelgan.
islom diniy e'tiqodi ham milliy madaniyat eng kuchlik bo'lishdan sirt bu joyda sovet ta'siridan boshqa yana turlik dunyoni o'z ichiga olgan islom dunyosining ta'siri hamda g'arb davlatlarining yoshurun siyosiy ta'sirimi mavjud edi. Ideologiyalik jihatdan aytganda kommunizmga qarshi fikrlar ustunlikka ega bo'lib islomiy gullanish Türkçilik fikirleri bilen yoğurulgan mustaqillik iddiaları mevcut idi. Demek, Moskva 1943 yılı Şarkı Türkistan'da Şıngıssayga karşı hareket qo'zg'ash strategiyasini tuzganda Şimal bilen Janubni selishtirib, yuqoridagi ahvollarni nazarga ilib, oxiri Ili vodisini baza qilishni tanlab olgan edi. Yalta kelishimidan keyin Sovet İttifaqı Tashqi ishlar ministri Molotov Jungo va G'arb diplomatlariga Ili vaqasining tez arada hal bo'ladiganligini ko'rsatgan bo'lsa-mu, lekin Moskva baribir milliy armiyaning davomli hujum qo'zg'ab, Manas daryosi bo'yig'icha kelishiga to'sqinlik qilmagan. Buningdagi sabab Stalin buni Jankayshi hukumatini Yalta kelishimidagi Mongoliyaning mustaqilligi ham boshqa bir qator shartlarga ma'qul kelishga qistashdiki bir vosita qilgan bo'lib, Moskva inqilobining oxirgi chekining qandoq bo'ladiganligini aslida bekitib bo'lgan bo'lib, faqat Jungo hukumatini Moskvaning Yalta kelishimida kapolatga ega qilingan shartlarga ko'ndirishgacha bo'lgan orliqdagi chek qilgan edi. Şoňa Sovet İttifaqı hökumäti birinçiden Şarqi Türkistan hökumetining özünü e'tirof qilish talabini rad qilgan. Ikkinchidan, bu hökumatni xalqaro jamiyatdan xufiyona tutib, uning xalqaro jamiyat tarafidan e'tirof qilinishining oldini olgan. Shu vajidan hökumat qurilganda darhol barliq hökumat apparatlari hamda har qaysi ministerliklar ta'sis qilingan bo'lsa-mu, Ammo Moskva maslahatchilari mazkur jumhuriyatning tashqi ishlar ministerligini qurishni qo'llamagan. Jumhuriyat bosh kotibi Abdurovim Mahsum Ibrohimning aytishicha, Sovet maslahatchilari ularga hozircha bundaq ministerlikni qurishning texi vaqti kelmaganligini, keyin to'liq qalbidan keyin uni qurishni o'ttirib qo'yganda Moskvaga qattiq ishongan jumhuriyat rahbarlari buningga ma'qul bo'lgan.